Mana makkani shunaqasini tanlashinglar kerak. Mana shu jo'jalarimizga beramiz. Shuningdek starter kepak kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, kanalimizga kuzatib borayotgan obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan mana shu jo'jalarimizni tezroq semirtirish uchun qanaqa yem aralashmasi tayyorlab berish kerak o'sha haqida gaplashamiz. Buning uchun bizga o'zimiz uyimizda tayyorlaydigan tuxumli kalsiyimiz, yangi tayyorlaganmiz. Kepak, starter va makkayni mana shunaqasi. Kichigi ham emas, o'rtachasi kerak bo'ladi. Hozir idishimizga taxminan mana shunchalar starterimizni to'kib olamiz. Orqasidan mana kepakdan ko'p emas, ozgina qo'shib yuboramiz. Ozginagina ishtaha osish uchun mana shuncha kepak yetadi. Keyin mana idishchamizni olib, uncha ko'p bo'lmagan taxminan mana shunchalar makkay solamiz, chunki bularga hozir kepak ko'proq kerak. Mana shunchalar makkayni sug'organimizdan keyin o'zimiz aytgandek kalsiyimiz bor. Kalsiyimizni ham anchagina sug'olamiz. O'zinglar qarab sug'olasan, mana shuncha kalsiy yetadi. Yarimlar soldik. Endi mana shu aralashmani qo'l bilan yaxshilab bir xil holatga kelguncha aralashtiramiz. Mana aralashtirib bo'ldik. Aralashmamiz mana shunaqa holatga keladi. Buning ichida starter ko'p bo'lishining sababi shunda. Starter tez semirtiradi, makkay ishtaha bag'ishlab beradi. Mana shu yemizni mana shu bo'sh qolgan bochkalarimizga solib, jo'jalarimizga beramiz. Mana bochkachamizga solib ham oldik. Mana anchagina yem bo'ldi. Keyin ko'rib turganlaringni mana shunaqa gullik yami topgan yem idishlaringga mana shu yemdan solib jo'jalarga berasizlar. Mana ochib eshigini sal jo'jalarimizga yemni beramiz. Katagini bir chekkasiga qo'yib qo'yamiz. Va suvni vaqtida beringlar. Mana shu yemini vaqtida bersalaring, mana shular tezda o'sib ketadi. Mana ko'rib turganlaringdek ancha katta, vazni 400 grammdan oshib qolgan. Kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosishni unutmanglar. Bu yemni bir hafta bersalaring natijasini bilasizlar. Boshidagini tarozda o'lchab, oxirida bir haftadan keyin tarozda o'lchasanglar, ancha bilasizlar. Mana shu aralashmamiz, tayyorlab ko'ringlar. Kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosib, videomizni oxirigacha ko'ringlar. Rahmat.